Bir oilaning eng baxtli kunida, to'y marosimida, hamma kulib yarayotgan paytda, kichkina bolalarning harakatlari kattalarni hayratda qoldiradi. Ular o'z ota-onalarining sevgisini, mehrini va hatto xatolarini ham takrorlaydilar. Lekin ba'zida bu takrorlashlar shunchalik aniq bo'ladiki, siz hayratdan nafasingizni ushlab qolasiz. Keling, bu to'yda yana qanday mo'jizalar sodir bo'lishini ko'ramiz. Radib Sahibning uyida bugun xursandchilik kayfiyati. Yagona o'g'lining to'yi munosabati bilan ikki qizi va nevaralari uyning muhitini butunlay o'zgartirib yuborishgan. Bombosh uy bugun bolalarning qichqirigi va chuv-chuvga to'la. Radib Sahib nevaralariga qarab hayratda, unga shunchaki kechagidek tuyuladi. Kichkintoy Rod va ruhi butun uy bo'ylab yugurib o'ynashar edi. U ofisdan qaytganda uning ustiga otilib tushar, bir ogiz gapga ko'zlarini yoshga to'ldirishar edi. Ammo bugun ularning o'z farzandlari sekin-sekin uyning burchak-burchaklarida yurishadi. Kichkina qo'llari bilan uni quchoqlashadi. Qizlar nega bunchalar tez katta bo'lib qolishadi, kim biladi? Radib Ahmad xo'rsinib panjabisining burchagi bilan ko'zoynagini tozalaydi. Ko'zoynagini taqib mehmonxonada o'ynayotgan bolalarni chaqiradi. Nanuvay. Hoy, Nanuvay. Bu yoqqa kelinglar. Bolalar qarashadi. Bobosining chaqirigiga yugurib kelib uning oldida turishadi. Radib Sahibning ko'zlarida baxt tabassumi. Bu uchala bolada u qizlarning aksini ko'rgandek bo'ladi. Zaif qo'llari bilan panjabisining cho'ntagidan shokolad chiqarib, uchalasining qo'liga ikkitadan shokolad beradi. Bolalar shokoladni olib, Radib Sahibning yuzidan o'pishadi va yugurib ketishadi. Radib Sahib kulib, biroz uzoqroqdan stul tortib o'tiradi. Choy piyolasidan hoplab, bolalarning o'yinini tomosha qiladi. Bundan 20 yil avval ham xuddi shunday yugurib o'ynashar edi Rod, ruhi va Rahat. Shokolad olgach, o'z ulushining yarmini kichik opasiga uzatishardi. Bu opaga bo'lgan muhabbatni ifodalashning o'ziga xos usuli edi. Bolalar hozir stullarni saf tortib, mashina o'ynashmoqda. O'yin orasida Adir va Rodir o'z shokoladlardan birini Shurotaga uzatishdi. Buni hech kim o'rgatmagan bo'lsa-da, ular buni tez-tez qilishadi. Qo'llariga biror narsa tushsa, yarmini opasiga berish go'yo yozilmagan qoidaga aylangan. Radib Sahib hayratda qoladi. Dunyo juda galati. Voqealarning takrorlanishi orqali odamlarni hayratga solish, bu qandaydir o'yin. Hayratga solish o'yini. Radib Sahib Shurotaga nisbatan doim juda zaif edi. Rod shifokorlarning umidsizligi bilan yotganida, tunlar bo'yi u bu bola haqida o'ylardi. Onasiz qolgan 2 kunlik bu bola qanday yashaydi? Otasi 1000 marta mehribonlik qilsa ham, onaning mehri o'rnini bosadimi? Shu fikrdan u Rodning onasi bilan Shuroni qayta uylantirish haqida gaplashgan edi. Bola uchun bo'lsa ham, Shuro qayta uylanishi kerak. Axir qizning ishonchi yo'q. Kim biladi, hayot qaytadimi? Nabiraning kelajagini ham ko'rish kerak. Bu gap Shuroga qanday yetib borganini kim biladi? Shuro bundan qanday gazablangan edi? U Shurotaning yoniga ham yaqinlashtirmagan. Qizi uchun hech kimni xohlamaydi Shuro, Rod uchun ham. U tirik ekan, bu ikki inson hech kimning rahm-shafqatiga muhtoj emas va bo'lmaydi. Shuroning gazabini qaytarish uchun Radib Sahibga 2 oy kerak bo'ldi. O'sha kuni u yig'lagan edi. Qayg'udan emas, balki qizining taqdirini ko'rib baxtdan yig'lagan edi. Bir ozdan so'ng Rodlarning uyiga Sahil Nabila yetib kelishdi. Ularning yagona o'g'li Sodaf ham bor. Jenni va Gari ham erta tongda yetib kelishdi. Chitira 2 kun oldin kelgan bo'lsa-da, Shir kelmagan. U to'ydan 1 kun oldin kechasi keladi. Ruhun Sabbir ham tushdan keyin yetib borishadi. Ofisdan ta'til olish uchun borishda ancha qiyinchilikka duch kelishgan. Ikkalasi ham uylangan, xotinlari ham ular bilan birga kelishyapti. Ratul Sakib ham bor, qolaversa universitetdagi sevgilisi Shreya va Harirning shifokori Ahan. Shreya turmushga chiqqan, eri mudofaada ishlaydi. Doktor Ahan ham 2 oy oldin to'y qilgan. Ertaga u asal oyiga ketish kerak edi, lekin Rodning iltimosi va taklifidan keyin asal oyi sanasini kechiktirgan bechora. Tushdan keyin soat 4. Qizlar sari kiyib, yigitlar lungi va sento ko'ylak kiyishgan. Lungi kiyishda qanday shovqin bo'ldi.
Shuro hech qanday holatda lungi kiymaydi. Sento ko'ylak kiyib qizlar oldida yurish unga juda galati tuyuladi. Yana lungi imkonsiz. Sahel sabrlar ko'p urinishlardan so'ng Shuroni lungi kiyishga kondirishdi. Lekin musibatda qoldi bechora Garri. U hayotida hech qachon lungi kiygan emas. Lungi degan kiyim mavjudligini Bangladeshdagina bildi. Uning uchun bu juda galati kiyim. Qandaydir bosh-bosh. Sahel va Ruhun birgalikda juda ehtiyotkorlik bilan Garriga lungi kiyishdi. Lungi kiyganidan beri Garri belini ushlab stulda o'tiribdi. Uning fikricha, tursa bu kiyim tushib ketadi. Adir va Rodir ham kichkina lungi kiyishgan. 2 qadam yurishlari bilan lungi tushib ketadi yoki oyoqlari lungiga chalinib, o'zlari yiqilishadi. Sodaf sariq fatvo va oq shorti kiyib u yoq bu yoqda yuribdi. Shurota sariq ko'ylak kiyib akalari bilan suv ochishda qatnashmoqda. Bir ozdan so'ng oyoqlaridagi jiringlagan paypoqlarga qarab turibdi. Bu uyga kelganda buva uni taqib qo'ygan. Bu narsaning nomini bilmasa-da, uning jiringlagan ovozi Shurotaga juda yoqdi. Chitra sari kiyib, labini bujmaytirib o'tiribdi. Bir oz oldin Shir bilan qattiq janjallashgan. Janjalning asosiy sababi Shirning kelmagani. Garchi Chitra nimani aytgan bo'lsa, Shir jim tinglagan bo'lsa-da, Chitraning ko'ngli to'lmadi. Hamma sari rangda ishqiy lahzalar yashaydi. Uning eri esa uyda o'tirib notebookda ishlaydi. Buni u hech qanday holatda qabul qila olmaydi. Yigitlar allaqachon qo'shiq aytib, o'z ijodkorligini ko'rsata boshlashgan. Qizlar esa sari rangning qolgan an'analarini bajarishga tayyorlanishyapti. Shuro oq-yashil chiziqli lungi va oq sento ko'ylak kiygan. Bo'ynida qizil sochiq osilgan. Ipakday sochlari peshonasining yarmini yopib turibdi. Qoshlarini chimirib, u yoq bu yoqqa qarab, Rodni qidirmoqda. Bog'ning bir burchagida Shurotaning suv bilan o'ynayotganini ko'rib, uning yuzida tabassum paydo bo'ldi. Qizning onasini topmagan bo'lsa-da, qizini topdi, shu ham baxt. Shuro biroz oldinga borib Shurotani chaqiradi. Malika, otang chaqiryapti, bu yoqqa kel. Tez. Shurota otasini ko'rib yugurib keladi. Butun vujudi hol. Qizi oldida turgach, Shuro qoshlarini chimirib qaraydi. Ko'ylaging nega hol, ona? Sovuq tegadi. Onang qani? Shurota qalin kipriklarini qoqib otasiga qaraydi. Onam yeyapti. Shuro qoshlarini chimirdi. Rodning beparvoligidan juda gazablandi. O'zini qo'ysin, qiziga e'tibor beradigan vaqt ham yo'qmi? Shuro qizini quchogiga olib so'radi. Onang qayerda yeyapti? Shurota bir qo'li bilan otasining bo'ynini quchoqlab, ikkinchi qo'li bilan sahnaga ishora qilib dedi. U yerda. Shuro qizini olib sahna tomonga yo'l oldi. Atrofga qarab Rodni qidirdi. Rod sahna burchagida nimadir qilayotgan edi. Shuroning ovoziga quloqi yetmadi. Qo'shiq sadoqlar orasida eshitmasligi tabiiy. Sahnada qizlar ko'p bo'lgani uchun Shuro bu kuni oyog'ini uzata olmadi. Qizini yerga qo'yib, onasini chaqirib kelishni aytdi. Shurota otasining gapiga amal qilib oldinga bordi. Lekin har qadamda to'xtashga majbur bo'ldi. Kimning yonidan o'tsa, uni to'xtatib, yuzidan peshonasidan opdi yoki yuzini siqdi. Shurota labini burishtirib, bir marta otasiga qaradi. Ularning bu qadar mehribonligidan qiz zerikkan, qizning otasi esa juda gazablangan. Mehribonlik zulmiga chidab, onasining orqasiga borib turdi Shurota. Onasining etagidan tortib chaqirdi. Ona! Ona! Rod orqasiga o'girildi. Qizining hol tanasini ko'rib hayron bo'ldi. Bolaning hol tanada qancha vaqt yurganini bilmaydi. Qizining yuzini va peshonasini qo'li bilan tekkizib, tana issiqligini tekshirib, qizini quchogiga olib, tezda uy tomon yo'l oldi. Shurota onasining sochlari bilan o'ynab, mayin ovozda dedi. Yaxshimisan? Ota seni chaqiryapti. U yerda. Rod peshonasidan opib, Shuroning oldiga kelib turdi. Shuro gazablangan ko'z bilan qarab turibdi. Qiziga nisbatan beparvolikni umuman chiday olmaydi. Rod begunoh yuz bilan lablarining ishorasi bilan kechirim deb Shurotani olib tezda uy ichiga kirdi. Shuro ham boshini qashib-qashib Rodning orqasidan ergashdi.
Jenni ularning hammasini diqqat bilan kuzatdi. U ham ularning orqasidan bordi. Rod qizining tanasini artib, kiyimini almashtirdi. Sochlarini tarab, peshonasidan opib, mehribon ovozda dedi: "Ona, tanangga suv tekkizma yana. Aks holda sovuq tegadi. Akalaring bilan yaxshi qiz bo'lib o'ynarsan. Hech qanday shohlik qilmaysan. Siz otangning malikasisiz. Malikalar hamma gapga quloq soladilar. Nimani eslayman?" Shurota boshini chayqab, onasining yuzidan tup etib opdi va yugurib qochib ketdi. Shuro shu vaqtgacha eshikka suyanib turgan edi. Shurota chiqib ketishi bilan u Rodning belini mahkam ushlab oldi. Yaramas tabassum bilan qo'lidagi qizil rang bilan ochiq tanining kop qismini bo'yadi. Rod qimirlamoqchi bo'lganda bo'yniga yuzini bosib dedi: "Yo'q, qimirlama. Jim tur. 2 soat davomida qidirib topolmadim. Nega buncha band ekansiz? Akamning to'yida band bo'lmaymanmi?" "Bo'lmaysiz. Va nega buncha go'zal kiyingansiz? Agar kimdir bu go'zalligingizdan yurak xuruji qilsa, javobgarlikni kim oladi? Menda allaqachon ko'krak og'rigi boshlandi. Endi men davolanishga muhtojman. Va bu davoning yagona dori Rodbaxiy quyosh qushi. Tashqarida juda yaxshi quyosh bor. U yerda o'tirib qushlarni qo'rqit. Shunda quyosh qush Rodbaxiy bo'ladi. Endi meni qo'yib yuboring. Hamma qidirayotgandir. Qidirsin. Qidirib yurib shahid bo'lsinlar. Avval yurak xuruji terapiyasini olaman, keyin ajralishamiz. Jiddiy aytaman, Rodbaxiy, siz juda zo'r ko'rinyapsiz. Juda ham go'zal. Bu qanday odobsizlik? Odobsiz bo'lishni xohlayman. Qizimiz yaqin emas, odobsiz bo'lish uchun mana shu vaqt, imkoniyat, Rodbaxiy." Bu gapni aytib, Shuro ko'z qisdi. Rod nochor ko'z bilan qaradi. Jenni jilmayib deraza yonidan uzoqlashdi. Yana bokka yurdi. Daftarning har bir betida yozilgan so'zlarni jonli ko'rishni xohlaydi. O'sha muhabbat, o'sha gazab, o'sha mayinlik va o'sha shirin munosabatlarni. Hammasini ko'rishni xohlaydi. Bugun Rahatning to'yi. Hamma kiyingan bezangan, shovqin-suron. Jenni ham bugun bezangan. Har doim ko'ylak, shim kiygan qiz Rodning iltimosi bilan bugun lehenga kiygan. Limon rangli lehengada u juda ham go'zal ko'rinyapti. Garrining tanasida ham limon rangli shervani. Oltin sochlari chiroyli taralgan. Ko'zlari tinchimagan. Bangladeshdan beri Jenni turli-tuman ko'rinishda ko'rmoqda. Qachon sari, qachon lehenga, bu mast qiluvchi go'zallik Garrini aqldan ozdirmoqda. Har qanday qaraganda yuragida mayin og'riq paydo bo'ladi. Qanday galati og'riq. Hamma tayyor bo'lib, tushdan keyin soat 2da kelin uyga yo'l olishdi. To'y uyga yetib borgach, har kim o'zicha xursandchilikka berildi. Garri suratga tushga, Jenni esa atrofni tomosha qilishga berildi. To'y uyining o'rtasida bosh joyda Rod, Shuro, Nabila Sahel va boshqalar suhbatga berilishgan. Ulardan biroz uzoqroqda dekoratsiya gullarini tortishib, Adir va Rodir o'ynashmoqda. Darvoza yonidagi zinapoya yonida Shurota va Sodaf turibdi. Shurota bugun qizil lehenga kiygan. Kichkina Shurota uchun lehengani boshqarish qiyin bo'lsa-da, onasidek kiyinishdan juda xursand. Sodafning tanasida qizil shervani. Oppoq tanida qizil rang hammaning e'tiborini tortmoqda. Sochlari tekis, peshonasiga tushgan. Jenni biroz oldinga borib, Sodaf Shurotaning dupattasini ushlab turganini va qoshlarini chimirib, boshqa qizlarga qarab turganini payqadi. Jenni qiziqish bilan qaradi, Sodafning bu holatining sababini tushunishga urindi. Sodaf bir oz e'tibor bilan biror narsani kuzatib, qo'lidagi dupattaga qaradi. Qoshlarini chimirib, yana qizlarga qaradi-da, dupattani Shurotaning bo'yniga o'rab, uzun qismini orqa tomondan aylantirib, Shurotaning chap qo'liga tutqazib qo'ydi. Dupatta muammosi hal bo'lgach, Shurota Sodafga qarab shirin kuldi. Sodaf Shurotaning tabassumiga ahamiyat bermay, xafa ohangda yondagi divanga borib o'tirdi. Jenni Sodafni har qaraganida hayron bo'lardi. Bu yoshda hamma narsani bunchalik yetuklik bilan qanday qiladi, tushunmaydi Jenni. Shurota atrofga qaradi. Ehtimol ota-onasini qidirayotgandir.
Bir oz qidirib topolmaganidan so'ng Sodafning yoniga borib o'tirdi. Sodaf jiddiy qaragach, Shurota labini burishtirib dedi: "Onamga bormoqchiman." Sodaf qoshlarini chimirdi. Zerikib atrofga qarab kimnidir qidirdi. Divandan turib Shurotaning qolidan ushlab Shurolar tomon yo'l oldi. Jenni ozcha kulib pichirlab dedi: "Kelajakdagi sevgi qushlari davomi bor. Sizningcha Sodaf va Shurota kelajakda bir-birini sevib qoladimi? Nega Shuro o'z qizining kelajagi haqida qayta uylanishga qarshi? Jenni va Garri ularning hayotida qanday o'rin tutadi? Sizningcha bu to'yda yana qanday sirlar ochiladi? Agar siz Jenni o'rnida bo'lsangiz, bu sevgi hikoyasidan qanday saboq olgan bo'lardingiz? Bu hikoyaning davomini eshitishni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Va shunga o'xshash ko'plab sirli, romantik va hayajonli hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga rahmat.